Mana shu chamadondagi pullarni yig'ib berdinglar. Mana shu masjid qurilishi uchun. Alloh rozi bo'lsin. Qancha yig'ildi deb o'ylaysiz bu yerda? Bilmadim, Alloh taolo kimni qalbiga qancha solgan bo'lsa shu narsa yig'ildi. Hozir mana shu omonatlarni topshirib qo'ymoqchiman. Mana bu 20 million, Inshaalloh. mana bu 50 million, yana 50 million. Inshaalloh. Va mana bu 3 million 900 ming. Ko'rishinglar mumkin, cheklar bilan olib kelganmiz. Kartaga qachon qancha summa tushgani, balansi va yechilgan sanalargacha turibdi. Общий holatda 123 million 900 ming 3 kunda yig'dik. Alloh rozi bo'lsin barcha himmat qilganlardan. Alloh taolo o'zi jannatlar bilan mukofotlasin. Alloh taolo barcha farzand zurriyotlardan solihlarni, qorilarni, olimlarni chiqishini nasib qilsin. Bizni masjidimizga xizmat qilgan, himmat qilgan, ihson qilgan, dalolat qilgan birodarlarga ulashgan barcha birodarlardan Alloh o'zing rozi bo'lgin. O'zing ularga yaxshi mukofotlarni, jannatlarni nasib qilgin.